Assalomu alaykum, hurmatli Vodiy bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Bugun xudo xohlasangizlar hafta kuniga payshanba 11 dekabr Namanganga Norin avtomobil bozoriga keldik va bu qismga qo'ldan kelgancha Nexia 3 lardan syomka qilganmiz. Mexanika, avtomat ili yangi eski har xillaridan bor. Video davomida ko'rasizlar. Bittadan like bosib qo'yishni, kanalimizda mehmonlar, albatta obuna bo'lishni esinglardan chiqarmanglar. Qanaqa mashina kerak bo'ladigan bo'lsangizlar, kommentariyaga yili bilan nomini yozib qoldiringlar. 2018 dan boshladik, oppoq rangidan. Xo'p, arbisovkalar qo'yilgan ekan. Mexanika korobka. Mexanika. 4-paketli metan gazi bor, ABS konditsionerlari bor. Motorda umuman rasxoti yo'q. Yo'q, rasxoti yo'q. Bo'ldi. Talonlari mana yaxshi holatda. Xo'p, mashina mexanika korobka, Cobalt'da avtomat korobkasining diskasi qo'yilgan ekan. Hech qanaqa rasxoti yo'q deb aytilyapti. Deflektor qo'yilgan, monitor qo'yilgan, video registrator. Obuna bo'lib qo'yishdan unutmanglar azizlar. Bu katta kanalimiz. Xudo xohlasa bunga ham kunlik videolar chiqaryapmiz. Ko'pchilik ko'ryapti, lekin obuna bo'lmayapti ekan. Bu katta kanalimiz azizlar. 90 talik metan pollari zavod holatda. 2018 yurgani qancha dedingiz? 215 ming yurgan. Hech qanaqa rasxoti yo'q deyapsiz. Rasxoti yo'q. Mashina toza. Pulichi aka? Pulni 7800 dan tushib beradi. 7800 dollardan tushib beriladi. Hujjatlari qanaqa bo'ladi? Liboy dokumenti bo'laveradi. Xohlagan hujjati bo'ladi. Bo'ldi. Variantga bermaysizmi aka? Variantga gaplashamiz. Kelishsa bo'ladi. kelishsa Xo'p, naqd bo'ladi. pul ko'rdimmi, ko'rmadimmi hali? Ko'rdi. Nech pul sir bo'lmasa? 7100. 7100 dollargacha pul ko'rdi. Xudo xohlasa ustiga yeb qo'ysa kelishadi, ha? Kelishamiz. Mashinaga barterichi Bo'laveradi. deyarli hamma yo'llari bor ekanda. Nomeringiz 33 33 nechi? 372 372 63 63. Aloqaga ko'rasizlar. Davom etaveramiz. 2020 ga 21 navbatdagi Nexia 3imiz oqidan yurgani 150 ming kilometr bo'libdi. Kraskasi toza ekan, avvaldan aytib ketamiz. ABS konditsionerlari bor, metan gaz. Motor asotmedim? Yo'q, motor. Hadovoy korobka. Cobalt diska qo'yilgan, yumshoq balon. Vodiy bozor kanali aka. Salon holatlari, ikkinchi paysi mexanika mana. Zavodskoy chexollari bilan turibdi. Xo'p, 90 talik temir gazlari, pollari zavod holatida ekan. 2020 ga 21 150 ming yurgan ikkinchi paysi. Kraska qanaqa bunda aka? Toza. Javob. Metno ham yo'q. Xo'p, narxi necha pul buni aka? 8300 kelishtirib beramiz. 8300 dollar kelishtirib beriladi. Hujjatlari qanaqa bo'ladi? Hujjatlari oforum. Nomga o'tkazib oladi. Libbo mahal iborada shanga usulay ko'rsatib yoqsinasi oforum qo'yiladi. Xo'p, variantga bermaysizmi aka? Yo'q, variant. Faqat naqd pulmi? Naqd pul bank orqali. Bo'ldi. Nomeringiz 93 490 94 41 raqamlariga murojaat qilasizlar azizlar. Bemalol bo'ladi. Kelib ko'rib tekshirib olaverasizlar. 2018 navbatdagi Nexia 3imiz. 2018 mexanika korobka, ABS konditsioner, metan gazlari bor. Qancha yurdi bu 18? 257 ming bo'ldi. 257 ming. 257 ming yuribdi 18. Ikkinchi paysi. İkinci paysiyada. Bu hafta tayyor. Xo'p, metan gazlari bor. Pollari zavod holatda. 257 ming yurgan 2018. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi 25% bor. 25% bor. Narxi necha pul? 2,5 kelishtiramiz. 7,5 ming dollar kelishtiriladi. Hujjatlarichi? Inshaalloh generalda. Generalni chiqaradi, xudo xohlasa. Xo'p. Mashinaga barter bor ekan, variantga sotilmaydi. 68. Necha pul? 68 ga beradi. 6800 ga beriladi. Bo'ldi. Nomeringiz 93 93 156 156 40 40 12. 12 raqamiga murojaat qilasizlar. 2020 navbatdagi Nexia 3imiz. 2020 74 ming yurgan. Kraskasi toza deb yozib qo'yishibdi. Qolgan ma'lumotlarni ham so'rab ketamiz. Endi sovuq kunida ko'pchilik tushunmayapti, noto'g'ri tushunmaysizlar. ABS konditsioner, metan gazlari bor. 74 ming yurgan mashina. Balonlari mana yaxshi holatda ekan.
Yurgani 74 ming. Motor hadovoy korobkasi yaxshimi aka? Zo'r. Orqa salonlari ham. Chexol taqilgan ekan-a? Gazlari 90 talik. Bezi taqildi yo'qmasa ham. Yo'q, 74 ming yurgan 2020. Kraskasi toza deb qo'yibsiz. Mejgar pultlari bor. Chexol poli qilingan. Yumshoq bo'ladi bor. Yumshoq baloni bor. Aka, nech pul qilib berasiz endi buni? 8400 dollarga sotiladi mashina. Ozgina kamini yoqib berasizmi? Kelishlar. Xo'p bo'ladi. Hujjatlari-chi? Xohlagan hujjati bo'laveradi. Bo'laveradi. Variantga sotmaysizmi? Faqat naqd pul asosida. Nomeringiz aka? 91 368 1990 bozoringiz bersin aka. 2020 toza 74 ming yurgan gazlari bor. Aloqaga chiqaverasizlar azizlar. 2019 dan davom etamiz. Mexanikami? Mexanika. Mexanika korobka 2019. Xo'p, ABS konditsioneri bor, 4-pokoleniya metan gaz. Qancha yurdi bu aka? 305 ming tablo qo'shib tushgan. 305 ming yurgan. Rasvot qilmaydi motori? Yo'q. Motor rasvoti yo'q. 305 ming yurgan mexanika ekan. Kaltda o'sha qo'yibdi. Qaytarsam ochib tuzilib qolibdi. Ikkita kalita hali yo'qolgan. Zapasmi ikkitasi? Zapas kaltlargacha. Xo'p, mana 90 talik metan. Shuncha. Qo'llari shuncha ekan. Bo'ldi. 2019 305 ming yurgan. Kraska qanaqa bunda? 35%? Suvagi butunmi? Oldilarda yo'q, orqa tomonda. Ustilari yechilmaganmi? Yo'q. Bunda umuman yo'q mana. Oldi ponni, kapot, kirlar, ponni, ishi, pishini bitta. Orqa tomoni ikkita kirlarda orqa bagajli qasdi ishiydi bu. Bo'ldi. Narxi nech pul buni? Buni 68 yarim qilib beraman. 6850 dollar qilib beriladi. Hujjatlar nima bo'ladi? Aformga, o'sha aformda o'tib yuribdi. Bozorda unaqa narxi yo'q. Nomiga o'tkaziladigan pulni o'tib beryapsizlar. O'shanga 6800 ga qilib beraman. 6800 ga o'tdan 50 so'm o'tib berdim. Xo'p. Mashina bo'lsa barter bor, variantga sotilma deyapsiz. Yo'q, variantga sotilmaydi. Nomeringiz 93 93 156 156 40 12. 40 12 raqamlariga aloqaga chiqasizlar azizlar. 2021 navbatdagi Nexus'imiz 81 ming yurgan-a? 81 ming kilometr bosib o'tgan. 4-pokoleniya metan gazi bor, ABS konditsioner, hamma narsasi bor. Mashina 4-paysa? Ha, 4-paysa avtomat korobka. Salon holatlari. Chexollari yaxshidan taqib qo'yilgan ekan. To'qson talik temir metan gaz qo'llari zavod holatda. 2021 91 ming yurgan. 81. Ha, 81 ming yurgan. Kraskasi? Kraskasi mana shu shunday. Bitta petno, ikkita detalga tushgan. Narxi-chi buni? Narxini 10 ming ozmoz kelishamiz. 10 ming ozmoz kelishiladi. Xo'p, bermaganingiz bo'lmadimi? Yo'q. Hujjatlari nima bo'ladi? Hujjatlari gem bo'laveradi. Xohlagan hujjati bo'ladi. Variantga ham kelishsa bo'ladi, ha? Ha, kelishsa. Mashinaga barter bor. Hamma yo'q. Bo'ldi. Nomeringiz 94 94 034 034 0207. 0207 raqamlariga murojaat qilasizlar azizlar. 2020 navbatdagi Nexus'imiz 4-paysada avtomat korobka. 91. Yurganini qolgan barcha ma'lumotlarini video davomida aytib o'tib ketamiz. Xo'p, metan gazi bor, ABS konditsionerlari bor. Avtomat korobka avtomobil. Xo'p, Cobaltda diskasi qo'yilgan. Shumka ham qilingan shekilli mashina. Ichki holatlari mana. Tablo ham terilgan ekan. Mana. 104 ming yurgan. Hop, yurgani 104 ming ekan-a? Motor hadovoy korobkalari-chi? Motor hadovoy korobka. Zo'r. Hech qanaqa ishi yo'q.
90 talik temir metan gaz o'rnatilgan. Pollari zavod holatida. 2020 104 ming yurgan. Xo'p, tablo ham qo'yilgan ekan bunga. Tablosi ham o'zgartirilgan. Xo'p, kraskasi qanaqa aka? Kraska kichkina tangadan nuqtasi bor, tegizib qo'yilgan joyi bor. Sepilgan joyi umuman yo'q. Toza 2-3 joyiga tekizib qo'yilgan. Ha, tangada joyi. Bo'ldi. Narxi nechi pul aka? Narxi Yaqinroq. 96 ga beradi. 9600 dollarga beriladi. Hujjatlari-chi? Hujjat. Hop. Yerni qolgan vakolatni berishga harakat qilamiz. Lekin imkon qadar nominalarga o'tkazib olsanglar, sizlar ikkala taraf ham eng zo'r yo'l Qolgan shu. yaxshi agar. Har tomonlama hamma qulayliklar o'zida bo'ladi. Hamma ixtiyor mashina o'zida bo'ladi. Xo'p, mashinani variantga sotmaysizlarmi aka? Misol 1000 so'm, 1,5 ming so'm puli yetmay qolsa gaplashaylik. 1,5 ming dollargacha yetmay qolsa o'zingiz bilan kelsa bo'ladi. Nomeringiz 95 95 044 044 1755. 1755 raqamiga murojaat qilasizlar.